Mana bu ajoyib narsa ekan. Buni sotib olsam bo'lar ekan. Afsuski internet magazindan sotib olish uchun karta kerak. Demak, ushbu videoda biz qanday qilib Asakabank mobil ilovasidan qanday qilib kartalar zakaz qilishni ko'rib chiqamiz. Bu unchalik qiyin emas, faqatgina demak telefonni ekranidan video olishga qiynaldim. Shuning uchun boshqa telefondan olyapman. Shuning uchun biroz mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddaman. Demak, Asakabankning mobil programmasini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi birinchi. Demak, sizda Android bo'lsa, Play Marketdan, iPhone bo'lsa, App Storedan o'rnatib olasiz. O'rnatib olgandan keyin esa demak, ushbu programmaga kiramiz. Mana kirdik. Kirganimizda tilni tanlang deydi. Misol uchun biz tanlaymiz. Demak, mana programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizdan keyin tilni tanlang deydi. O'zingizga ma'qul tilni tanlaysiz. Ana undan keyin esa telefon raqamingizni kiriting deydi. Telefon raqamingizni kiritasiz. Mana telefon raqamini kiritdik. Telefon raqamini kiritgandan keyin ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosishimiz kerak. Endi mana bu yerlarga to'ldirib chiqadigan narsalarimiz bor. Ya'ni ism degan yerga ism, familiya degan yerga familiya, demak parolingiz degan yerga parol yozasiz va mana bu yerga bitishga qo'yasiz. Va mana bu yerga bitishga qo'yasiz va keyingi degan tugma yonadi. Ana undan keyin keyingi degan tugmani bosish kerak bo'ladi. Mana hamma ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin keyin degan tugmani bosasiz va shu bilan registratsiyadan o'tish jarayoni tugaydi. Mana bu yerda mana kod keldi, telefoningga kirit deydi. Mana shu yerga kelgan bir martalik kodni kiritasiz va bosasiz. Agar kod kelmasa, qayta yuborish tugmasini bosasiz. Va mana sizga yuborilgan kodni kiritasiz va shu bilan akkauntingiz tasdiqlanadi va bo'ldi, siz endi akkauntga kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, registratsiyadan o'tib bo'lganingizdan keyin yana sizda oyna ochiladi. Demak, tepasiga loginga telefon raqamingiz, pastiga esa o'sha registratsiyadan o'tgan paytingizda parolingizni kiritishingiz kerak bo'ladi va kirish tugmasini bosasiz va bo'ldi. Yana bir marta demak tasdiqlash kodini kiriting deydi. Bu kabinetga kirish uchun bu yerga demak kodni yozib, shunday kodni yozsangiz bo'ldi, o'zi srazu kabinetga kirish jarayoni boshlanadi. Mana bunday oyna ochildi. Demak, bu yerga demak pasport seriya va raqamini yoki JSHRni kiriting deyapti. Va pastiga tug'ilgan oy kuningizni kiritarkansiz va davom etish tugmasini bosarkansiz. Va davom etish tugmasini bosamiz. Endi kamerani yoqishga ruxsat bering deyapti. Ruxsat beramiz faqat bir martaga. Kamerani yoqishga ruxsat bering degandan keyin mana kamera ochiladi va bu yerda kameraga qarashimiz kerak. Chunki u bizning biometrik danlalarimizni olish kerak. Mana yumaloqcha ko'k yonadi. Mana to'g'riga qarang deyapti. To'g'riga qarang. Ko'zingizni katta-katta oching va bunday qarasangiz bo'ldi. Identifikatsiyadan o'tish oson. Chunki My ID da sizning danlalaringiz bo'ladi. Xo'p, mana kodni kiritdim va bo'ldi, kirdi. Endi bu yerda pin kod yarating deyapti. Xohlasangiz pin kod yaratib qo'yishingiz mumkin va xohlasangiz barmoq izini qo'yishingiz mumkin. Bu programmaga demak sizdan ruxsatsiz hech kim kirmasligi uchun kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha programmaga kirish uchun himoya. Bo'ldi, mana ko'rib turganingizdek Asakabankning mobil programmasini demak o'rnatib, undan registratsiya qilib oldik. Endi esa karta ochishimiz kerak bo'ladi. Kartalarni bemalol onlayn tarzda ochish mumkin. Buning uchun mana tepa qismidagi mana kartalar degan yerga bosasiz. Bosdik. Kartalar degan yerga bosganimizda mana so'mda yoki xorijiy valyutada degan turibdi. Biz mana pastroqdagi plus belgisini bosamiz. Biz mana bu pastki qismdagi plus belgisini bosishimiz kerak. Bosamiz. Bosganimizda mana har xil nimalar chiqyapti mana. Demak, virtual karta ochish mumkin ekan yoki ulash mumkin. Pastida mavjud karta va uni pastida boshqa bank kartalari degan. Biz mana eng tepasidagi yangi kartaga buyurtma berish deganini bosishimiz kerak. Shunda mana 3 xil kartani ko'rsatyapti bizga. Demak, tepada Humo, keyingisi esa Mastercard va uchinchisi Uzcard. 3 xil karta demak ochishimiz mumkin ekan. Agar sizga so'mda kerak bo'lsa, Humo yoki Uzcardni ochasiz. Agar sizda dollar valyuta kerak bo'lsa, dollarda kartangizda pul olib yurmoqchi bo'lsangiz, uni Mastercard olishingiz kerak. Mastercardning hozir imkoniyatlari juda ko'p, yangi chiqdi. Tavsiya qilaman. Endi siz bir payt o'zida ikkita karta oching. Ham mana bu Mastercard, ham Uzcard yoki Humo, qaysi bir qulay bo'lsa, tavsiya qilaman, Uzcard yaxshiroq. Chunki Humoda ba'zan ishlamay qoladi. Shunda siz so'mdagi pulingizni dollarga, dollardagi pulingizni so'mga bemalol almashtirishingiz mumkin. Mana bu yerdagi batafsil degan knopkalarni bosish orqali kartada nima imkoniyatlar borligini ko'rib chiqishingiz mumkin va narxlari yozilgan. Demak, Uzcard bilan Humo 52.900 so'm, demak Mastercardni ochish esa 99.000 ekan. Xohlaganingizni tanlaysiz, ya'ni birdaniga ikkitasiga buyurtma berishingiz ham mumkin ekan. Buning uchun bitishga tugmasini bosib, pastdagi keyingi degan tugmaga qizil knopkani bosish kerak bo'ladi.
Demak, Mastercard haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mastercardni demak turizmda ko'p sayohat qiluvchilar uchun juda qo'l keladi. Siz bu yerda aeroportlarda turli xil imtiyozlar olishingiz, biznes lanchlardan foydalanishingiz, fast tracklardan bepul o'tishingiz mumkin. Yiliga 10 martagacha deyilgan. Demak, shartlari: kartani ochish 99 ming, demak unda majburiy 150 ming so'm demak zalogga pul turish kerak va oyiga deyapti kamida 4 million yoki 4 million pul tursa va siz 400 dollardan 800 dollargacha yoki undan oshiq оборот qilsangiz kartadan foydalanish bepul degan, aks holda 44.800 so'm. Bu degani 4 dollar abonent to'lovi olar ekan. Demak, bizga ikkita karta kerak dedim. Demak, men Mastercard va Uzcard kartasini ochmoqchiman. Jami bo'lib 150 ming, 51 ming atrofida bo'lar ekan va keyingi tugmasini bosaman. Ikkalasi ham menga kerak. Menga demak asosan Mastercard kerak, lekin baribir Mastercard olgandan keyin Uzcard ham qo'shib olishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, asosiysi uydan turib zakaz qilyapmiz. Bu yerga mana bu ikkita yerga bitishga qo'yib, men roziman degan yerga bosamiz. Bitishgani shunchaki qo'ya olmaysiz. Mana bu yerni o'qib chiqish kerak yoki shunchaki pastga surasiz, mana va bo'ldi. Ana undan keyin men roziman degan tugmani bosasiz. Xo'p, olib ketish bepul deyapti. Demak, kartani zakaz qilib qo'yar ekansizda, demak, tayyor bo'lgandan keyin bankka borib olib ketish kerak bo'ladi. Demak, olib ketish bepul deyapti, bosamiz. Xo'p, hudud deyapti, shahar, viloyat sizning filialingiz. Ya'ni o'zingizga yaqin hududni yozasiz. Demak, mana bu yerdan tanlanar ekan, qaysi hududda bo'lsangiz. Misol biz Namangan viloyatida bo'lsak, Namangan viloyati deymiz. Shahar va viloyat. Demak, bu yerda qayerlarda borligini yozadi. Demak, bizda faqat Namangan shaharda bor va sizning filialingiz debdi. Namangan filiali bo'ldi, mana belgiladik va keyingi tugmasini bosaman. Ya'ni men karta tayyor bo'lgandan keyin borib to'lovini qilib olib ketishim kerak. Pin kodni kiriting deyapti. E'tibor bering shu yerda. Pin kod degani kartaning pin kodi. U 4 raqamli bo'ladi. Ya'ni bu kartadan offline to'lovlar qilganingiz uchun. Demak, pin kodni o'zingizga ma'qul pin kodni kiritar ekansiz va pastiga uni takrorlar ekansiz va yana keyingi degan tugma qizil yonadi, ana shuni ustiga bosasiz. Misol uchun men mana pin kodni kiritdim va keyingisini bosdim, bo'ldi mana. Hop, karta buyurtmasi 151.900 so'm bo'lar ekan. Yetkazib berish bepul debdi. Ha, yetkazib berish bepul debdi. Yoki borib olsangiz ham bo'ladi, yo unisi yo bunisi. Endi to'lov usulini tanlang deyapti. Men uyim rayonda baribir o'zim borib olaman. To'lov usulini tanlang deyapti, bosamiz. To'lov usuli sizda hech qanday karta qo'shmadingiz deyapti. Demak, karta zakaz qilish uchun ham bu yerga qandaydir boshqa bank kartasini ulashimiz kerak ekan, o'sha orqali to'lov qilish mumkin ekan. Lekin hozir biz to'lov qila olmayapmiz. Chunki to'lov qilish tugmasini bosganimizdan keyingina bizning zakazimiz qabul qilinadi. Demak, biz kartani zakaz qilishimiz uchun bizda ham demak avval karta ulangan bo'lish kerak ekan. Bu nima uchun? Bu shuning uchunki, ya'ni ko'pchilik karta zakaz qilib qo'yib borib olmaydi bankdan. Ya'ni sizga olib kelib bermaydi ular. Faqat yaxshi tomoni borib, misol 1 soat ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Misol ozgina ochirib kutib turish kerak yoki ertasi kuni keling. Ya'ni bank 2 marta bormaysizda, bu programma orqali zakaz qilasiz, 1 martada ishingiz bitadi. To'lov o'sha bir xil. Borib olsangiz ham yoki bu yerdan to'lasangiz ham. Xo'p, demak buning uchun nima qilish kerak? Agar sizda karta bo'lsa, kartangizni bu programmaga ulash kerak. Agar karta bo'lmasa, birorta tanishingizda bo'lsa, iltimos qilib tursangiz bo'ladi. Ya'ni kartani berib tur deysiz, kartani o'sha yoningizda beradi, to'lov qilasiz, pulni unga berasiz va kartani yana sirazi shu programmaga ulab turib, uzib, mana ko'ngling xotirjam bo'lsin, pul o'g'irlanmaydi deysiz. Demak, buning uchun yana kartalar bo'limiga kiramiz, yangi karta ulash uchun. Xo'p, qanaqa karta ulamoqchisiz? So'mda deyapti. Xo'p, plus. Ya'ni farqi yo'q. Dollar karta ham bo'lsa bo'ladi. Bizga hozir so'm kerak xolos. Mavjud karta deymiz yoki boshqa bank kartalari, boshqa banklardagi kartalarim debdi. Biz mana shuni bosa qolamiz. Va bo'ldi, mana ustidan ishlash tezda. Yo'q, bu emas, mana o'si ekan. Boshqa bank kartalari emas, shunchaki plus belgisini bosganimizdan keyin oddiy kartalar ulashga bosar ekanmiz. Mana mavjud karta deysiz va bu yerga demak karta raqamini, amal qilish muddatini kiritasiz va bo'ldi. Karta nomini xohlasangiz yozasiz, bo'lmasam yo'q va qo'shish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Demak, kiritamiz. Demak, karta ma'lumotlarini kiritganimizdan keyin yana tasdiqlash uchun kod keladi. Kodni kiritamiz va tasdiqlayveramiz. Agar kod kelmasa, qaytadan yuborish tugmasini bosamiz. Xo'p, bo'ldi, mana kodni kiritdik va kartamiz ulandi. Mana shu tarzda demak kartani ulab olsak bo'ladi. Endi boyagi yerga o'tamiz va yana o'sha plus tugmasini bosib, yana o'sha karta zakaz qilishga o'tamiz va shu yerdan nima qilsak bo'ladi? Endi
yangi kartaga buyurtma bersak bo'ladi. Shu yerda qo'shimcha ma'lumot, mana bu Mastercardning so'm hisobi ham bor ekan. So'm hisobini ishga tushirish uchun demak u 150 ming so'm, dollar hisobini ishga tushirish uchun esa u demak $15 zalog puli kiritib qo'yar ekansiz. Buni kartani olgan zahotingiz qilasiz va bo'ldi, shu bilan demak kartangiz ishlab ketadi. Mana qarang, men bu oferta, ya'ni shartnomani tagiga tushirsam o'zi pichka bo'lib qoldi va men roziman deganini bosaman. Hop, olib ketish bepul degan. Demak, olib kelib bermaydi, faqatgina olib ketadi. Faqat olib ketasiz va bu yerda qaysi nimada filialni aniq belgilang. Chunki siz boshqa filialni belgilab qo'ysangiz, o'sha filialdan tayyorlab qo'yadi. Siz demak noqulay bo'ladi sizga. Mana shu belgilagan bankingizga borib olasiz. Agar demak raqamlarni bilmasangiz, nimadan olishingiz mumkin? Ya'ni 1152 telefon raqami 1152 ga telefon qilib, ularni kontaktlarini, adreslarini so'rab olishingiz mumkin. Mana men naprimerga pin kod qo'ydim. Kartani olgandan keyin albatta bankomatga tiqib bir marta ishlating, shunda ishga tushadi deyilgan. Mana bo'ldi, 151 ming umuman demak ikkita kartamiz 152 mingga tushyapti. 152 ming to'lov qiling deyapti. Xo'p, to'lov qilamiz. Buning uchun mana tepa tomoniga bosamiz. Bu yerda mana demak karta uladik. Bu kartamiz Kapital bankniki. Mana ichida puli bor va mana belgiladik va to'lov qilish tugmasini, pastdagi tugmani bosamiz va shu kartamizdan hozir to'lovni o'tkazamiz. Agar bu to'lovni o'tkazmasak, demak bizga karta zakaz qildirmas ekan. Mana muvaffaqiyatli to'lov dedi. Bo'ldi, mana to'lov o'tdi. Mana 426 ming bordi. Hozir tekshiramiz. Demak, kartamizda pul kamaygan bo'lishi kerak. Xo'p. Buyurtmalar bo'limidan tekshirib olishingiz mumkin deyapti. Mana 1.426 ming edi. Hozir menimcha shu kamaygan. Mana 1.274 ming ko'rdingiz, kartadan pulni oldi va bizdan ikkita kartaga zakaz olib qoldi. Endi esa hozir zakazlarimiz qayda turganini ham ko'ramiz. Demak, sizda agar savollar bo'ladigan bo'lsa, 1152 telefon qilib so'rashingiz mumkin. Mana ko'rdingiz, bizdan demak to'lovni oldi. Endi qo'shimcha funksiyalar shu programmada bo'laveradi. Hozir mana kartalar bo'limiga kiramiz yana. Kirganimizdan keyin yana o'sha plus belgisini bosish orqali agar sizga srochniy nimadir sotib olish uchun pul kerak bo'ladigan bo'lsa, karta bu yerda mana virtual kartaga buyurtma berish tugmasini bosib, virtual karta ochishingiz ham mumkin. Virtual karta ochish menimcha tekin bo'ladi. Karta turini tanlang debdi. Faqat hech narsa chiqmadi hozircha, balki endi qo'shilayotgan bo'lishi mumkin. Shu yerdan demak vaqtinchaga ishlatish uchun virtual karta ham ochish mumkin. Hozircha bu funksiya ishlamayapti. Lekin tavsiya qilaman, virtual karta doimiyga emas, bu faqat bir ikki narsa sotib olish uchun. Doimiyga albatta mana shunday Visa yoki Mastercard kerak. Menga hozir aynan Visa, Mastercard kerak bo'lgani uchun dollarda men Mastercard ochdim. Mastercard haqida demak qisqacha ma'lumot berib o'taman. Uning imkoniyatlari bor ekan. Ya'ni qanday imkoniyat desangiz, demak siz oyiga so'm hisobida 4 million hisobingizda yoki dollar hisobida kamida demak $800 hisobingizda turadigan bo'lsa, demak abonent to'lov olinmas ekan. Ham o'sha Mastercardning ichida ham so'm hisobi, ham dollar hisobi bor ekan. Bu degani bu bitta karta ikkita vazifani bajaradi emas, prosta valyutasi ikki xil ishlatiladi. Lekin tavsiya qilaman, dollar kartani faqat dollar holatda ishlatganingiz ma'qul. Lekin O'zbekiston hududida ishlatsangiz yoki vizaga istoriya, ya'ni elchixonaga vizaga topshirganda istoriya uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanda so'mda ham O'zbekiston hududida ham to'lovlarni qilishingiz mumkin. Demak, ushbu video sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ushbu videoda qanday qilib Asaka Bankdan uydan turib qanday qilib onlayn karta zakaz qilishni ko'rib chiqdik. Menimcha unchalik qiyin emas, eplaysiz degan umiddaman. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, video kommentida yozib qoldiring, albatta javob beramiz. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Keyingi videolarda ko'rishguncha